Aniqlashtirib o'tamizda, Ilhom aka, ko'z yoshlaringiz qachondan bo'ladi edi? 6 yil bo'ldi. 6 yillarga ko'zim yoshdan yuradi. Kechagi holatdan keyin buguncha yaxshisiz-da? Xudo qalashga rahmat, mana qo'lingiz zabt ko'rmasin. Yaxshiman, juda yaxshiman. O'zlari ham bo'rdida operatsiya jarayonida qancha yering chiqqanligini, aynan shu bemashq sohada yig'ilgan bo'lgan. Bugun xudo xohlasa og'riq yo'q. Ilhom aka kecha tekshirganimiz burun to'siq qiyshiqligi va 6 yildan beri ko'z yoshlanish holati va ko'z qopchasida abseslashgan protsess bor bo'ladi. Biza nima qildik? Burun to'siqni to'g'rilash operatsiyasi va ko'z yosh kanalining buni ichidan ochishni tavsiya qildik. Operatsiyadan rozi bo'lishdi. Operatsiya juda ham zo'r o'tdi, alhamdulillah. Hech qanday og'riq sezmadilar, uyquda bo'ldi. Endi ikki og'iz o'zlaridan eshitamiz. Ilhom aka, operatsiyadan oldin nima shikoyat bor edi va hozir qanaqasiz? Yaxshi o'tdimi operatsiyalarimiz? Xudoga shukr rahmat. Operatsiyadan oldin 6 yil burun oldim, men burun qiyshaygan tufayli chuqur nafas ololmas edim. Nafas olishim qiyinlashar edi. Mana shu Termiz tumani Shahzod Shuhonda klinikasiga kelib, mana shu doktorga uchrashdim. Xudoga shukr, mana operatsiya yaxshi o'tdi. Hech qanday og'riq sezmadim. Hamma joyida mana bugun yaxshiman, Xudoga shukr. Agar sizlarda shunday holat bo'ladigan bo'lsa, mana shu doktorga kelib uchrashni xohlayman. Allohumma solli va sallim va barik